Kechagina bu yerda kattagina husnbuzar bor edi. Bugun esa yo'q. Haberlik kompaniyasi Dara Kore seriyasidan mana shunaqa ingichkagina korrektor kremimiz mavjud. Bu krem sizning yuzingizda chiqqan husnbuzarni bir zumda bartaraf etishga yordam beradi. Bu mana bunday ko'rinishga ega bo'lib, bu krem yuz bo'ylab surilmaydi. Sizning yuzingizda chiqqan husnbuzarni faqatgina ustki qismiga qo'l tekkizilmagan holda suriladi. Kun davomida 2, maksimum 3 marta surishingizni o'zida sizni yuzingizda chiqqan husnbuzarlar o'z-o'zidan bartaraf etiladi. Menda mana bu yerda kecha shishgan, qizargan va og'riqli husnbuzar bor edi. Va kecha kun davomida 2 marotaba surdim, bir kunda bu narsa bartaraf etildi. Sizlarga buni surilishini ko'rsatmoqchiman. Mana bunaqa ingichkagina uchli bo'lib, qo'limizni tekkizmagan holda juda ham qulay ishlatish, husnbuzarni ustki qismiga 1 yo 2 yoki 3 marotaba, maksimum 3 marotaba tekkizib qo'yishingizni o'zi yetadi va sizdagi husnbuzarlar o'z-o'zidan ketib qoladi. Og'riq ham yo'q, qizarish ham yo'q, husningizga putur ham yetkaza olmaydi. Ko'rinishi kichik ko'rinsa-da, lekin juda ham barakali krem bo'lib, yil davomida sizga xizmat qiladi. Bu kremni surishingiz jarayonida ozgina jizillagan, achishgandek og'riqlar bo'lishi mumkin. Bu og'riq sizdagi husnbuzarni ildizi bilan bartaraf etayotgan bo'ladi.